Lionel Messining jarima zarbalarini tahlil qilamiz. Messining zarbalari bu texnika va aniqlikning yuqori namunasi. Uning asosiy jihati nozik nazorat, egri chiziqli zarba va yo'nalishni mukammal his qilish. Messining texnikasi bu to'pni havoda burish san'atidir. Zarbada kuchdan ko'ra aniqlik ustunroq. To'p havoga ko'tarilib, devordan aylanib o'tadi va darvozabon yetolmaydigan burchakka kiradi. Aynan shuning uchun ham Messining zarbasi banan yoki kurler deb ataladi, ya'ni aylanma zarba. To'pning trayektoriyasi pastdan ko'tarilib, keyin keskin pastga tushuvchi egri chiziqli zarba deyiladi. Bu effektni u oyoq barmoqlari va boldir mushagini muvozanatli ishlatish orqali hosil qiladi. Messi uchun eng qulay masofa 18 metrdan 25 metrgacha. Bu oraliqda u devorni aylanib o'tib, to'pni to'g'ridan-to'g'ri burchakka qo'yadi. Aniqlik juda yuqori. U jarima zarbalarining taxminan 15-20% ni golga aylantiradi. Bu futbol tarixidagi eng yuqori ko'rsatkichlardan biridir. Shuning uchun ham vaqtida Lionel Messining jarima zarbalari penaltilardan ham xavfliroq deyilgan. Messining zarbalari kuch emas, aql, sezgi va mukammal texnikaning uyg'unlashgan ifodasidir. Endi esa Cristiano Ronaldoning jarima zarbalarini tahlil qilamiz. Ronaldoning zarbalari bu kuch, ishonch va fizikaning mukammal uyg'unligidir. Uning asosiy jihati portlovchi pushka, to'g'ridan-to'g'ri zarba va havo harakatini nazorat qilish. Ronaldo zarbalaridan oldin o'sha mashhur turishni amalga oshiradi, ya'ni oyoqlar keng, tana tik, boshi ko'tarilgan. Bu nafaqat psixologik ustunlik, balki muvozanatni va kuchni to'g'ri taqsimlash uchun juda muhimdir. Texnikasiga keladigan bo'lsak, bu knuckleball deyiladi, ya'ni bu uslubda u to'pning oyoqni ustki markaziy qismi bilan keskin lekin qisqa teginadi. Maqsad to'p havoda burilmasin, balki silkinsin, yo'nalishlari o'zgarib tursin deyiladi va uning zarbasi o'zbekchasiga aytganda ilon uslubida deb ataladi. To'pning trayektoriyasi Messining uslubidan butunlay farq qiladi. U to'g'ridan-to'g'ri uchadi, ammo havo oqimlari sabab terbanadi, silkinadi va so'ng keskin pastga tushadi. Shu sababli darvozabonlar uchun Ronaldoning zarbalari oldindan tahlil qilib bo'lmaydigan, taxmin qilib bo'lmaydigan zarba bo'ladi. Cristiano odatda 25 metrdan 35 metr masofagacha jarima zarbalarini ijro etadi. U uzoq masofadan juda kuchli zarba bilan to'pni darvozaga kirgizadi. Aniqlik Messinikidek juda yuqori emasdir, lekin zarbalarning kutilmaganligi ularni o'ta xavfli qiladi. Eng yaxshi holatda u jarima zarbalarining 10-12% ni golga aylantirgan. Endi tanlov o'zingizda. Siz qaysi birini tanlaysiz? Lionel Messining jarima zarbalarini yoki Cristiano Ronaldoning jarima zarbalarini? Fikrlaringizni kommentariyada qoldiring.